60 ga 120 kafillab keldik. Mana kasaklari bor ekan mana. Nuqtasi bor. Bu nuqta qalamni tutib qo'ydim atrofiga. Qalam ketadi, lekin buni ketmaydi. 10 ta kafildan 5 tasida mashina chiqyapti. Mana bu bitta rosa ko'pini kusurlarga kesib tashladim. Mana bu yerda ham yana bitta turibdi mana. Buniki sariroq. Texnik turadi, mana bu yerda ham bor. Bu bilan bo'lmaydi-da. Mana bu yerda bor mana. Bularni kusukka kesib tashladim. Har bittasini mana ularnikini ham mana yaxshi qo'pol keldi kusukka. Lekin rosa ko'p kafil shunaqa olib ketib qolibdi. Ko'piniki o'rtada bo'lyapti mana bu. Bizga asosan 60 lik kerak emas-da. 80-90 kusuk kerak. 60 lik kusuk qashli kerak emas mana. Hammasiga ham 1.15 ketyapti. Mana bu ham 1 metr ketyapti. Bu tomonga ham 1.5 bu yoq butun 12 ta chekkaga kusuk ketdi xolos. Bu tomon 90 dan. Bu tomon ham butun 10 ga kusuk ketdi. Keyingilarga ham kusuk kerak bo'ldi. 90 bu yoq ham 1 metrdan ketaveradi. 50 santimetrli yo'q. Eshik tepasiga ham 80-90 tushadi. O'shani hisobiga rosa ko'p barakat chiqib ketyapti. Kerakligini kesib olyapti, endi iloji yo'q. Shuning uchun har bitta kafilni o'zi ko'rib olish kerak ekan.